qizlarjonlar, bugungi kursimizda o'tiladigan mavzu 14-yanvarda yigitlardan qanday qutulish mavzusi. Men yigitlardan qutulishni 41 ta usulini bilaman. Xo'sh, kimda qanaqa savollar bor? Menda savol bor. Men yigitim bilan 7-sinfligimdan beri gaplashaman. Oyim 14-yanvarga bitta kalendar berib yuborganlar, lekin men shuni ham bergim kelmayapti. Qanaqa urushib qolsam bo'ladi? Unday bo'lsa, Asal, yigitingiz armiyaga borganmi? Yo'q. Ana, armiyaga bormagansiz. Bu armiyaga borganlarda bayrami deb urush chiqarasiz. Shodiya, bugun 14-yanvar. Sog' olmadingmi? Siz armiyaga borganmisiz? Qanday boraman? Bu yil maktabda bitiramiz-ku. Unda bayram sizniki emas. Yana kimda qanaqa savollar bor? Menda savol bor. Xullas, biz turmush qurganimizga bir oygina bo'ldi, yosh oilamiz. 14-yanvarga qanaqa bahona qilishni bilmayapman. Umuman urushmaymiz. Juda ham aql inoq oilamiz. Sizni bosqichi shunaqangi bosqichga Asalim. Telegramini o'zingizga ulab oling. Telegram ishlatmaydi. Unda Instagramni ulab oling. Instagramni allaqachon ulab bo'lganman. Unda o'zingiz like bosing-da, buni sen bosgansan deb janjal chiqadi. Dadasi! Mana bu kim qizlarga like bosgansiz? Qizlarga like bosadigan bo'ldingizmi hali siz? Men telefonimiz xotin, seni telefoning-ku. Meni telefondan nimaga beryapsiz? Like bosasiz qizlarning videosiga yana. Men Instagram tushunmayman, oddiy telefon ishlatsam meniki. Вот именно meni telefonimga, Instagramga beruxsat kirib qizlarning videosiga like bosgansiz. Nimasi bu? Вообще siz bilan yashamayman. Onamnikiga ketaman, ajrashaman. Qarab turing hali. Men nima qildim? Yana kimda qanaqa savollar bor? Menda savol bor. Haligi bilasizmi, men mana bu yosh kelinchakka o'xshab axir inoq bo'lib yashamayman-da. 20 yildan beri erim bilan yashayman, lekin faqat yarashib olaveradilar-da. 14-yanvarga qanday urush chiqarsam bo'ladi? Sovg'a bermasligim kerak. Unda siz eng yuqori ultra bosqichga chiqibsiz. Xullas, uyingizga dugonangizni chaqirasiz. Rostdan Eringizga borasizda, nimaga dugonam bilan ko'z urishtiryapsiz deb janjal qilasiz. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hormanglar. Ey, nima qovog'ingdan qor yog'adi sen, ha? yog'adi-da, nima yo'lni to'qaryapti sizga? Kim? Dugonam? Men qayerdan bilaman, o'zidan so'ra. Qanaqa so'raymi, u mening yaqin dugonam bo'lsa. Men seni eng uzoq eringmanmi shunda? U meni 5-6 yillik dugonam deyapman sizga. Men seni 20 yillik eringman, ey. Bilmayman, baribir nito qaryapti sizga. Tushunmayapman. Nima uchun nito qaraydi Qayerdan sizga? bilaman deyapman. Labay. 14-yanvarda urushni o'rgatdingiz. Urushib bo'ldik. 15-yanvarda endi qanaqa berishamiz? Bu endi qizlarjonlar, 2-bosqich darsimizda. Qani kiringlar.